Ushlab ko'rsam bo'ladimi? Salom, men Lisa va bu mening Met Gala uchun oxirgi fittingim. Yo Xudoyim. Aytgancha salom. U bilan birinchi marta uchrashganimda u juda samimiy insondek tuyuldi. Go'yo uni anchadan beri tanigandek his qildim. Xo'sh, mening taqinchoqlarim taxminan 5-6 yil oldin tayyorlangan edi. Shuncha yildan beri uni kiyintirib kelganimizdan keyin bu holat juda to'liq aylana bo'lgandek his qilinyapti. Ha, u juda ajoyib. Bu obrazni birinchi marta ko'rganimda hayolimga kelgan birinchi narsa nima edi? Bu aql bovar qilmaydigan san'at asari, lekin ayniqsa qo'llarim, bilaklarim, ular mening qo'llarim. Bu yilgi Met mavzusi san'atning katta manzarasi atrofida qurilgan va menimcha juda ko'p odamlar bu mavzuni o'z talqinida namoyish qiladi. Lekin Lisa san'at konstruksiyasi va ayol tanasining haqiqiy timsoli. Men aynan u bilan ishlashimiz kerakligini bilardim. Yelkasiga qo'yib ko'r. Yechib ol. Bor yo'qligini tekshiring. Qulaymi? Okay, ha. Ha. Biz Lisaning tanasi uchun 3D skan qildik. Eng o'ziga xos tomoni shundaki, Robert qo'llar qismini qanday shakllantirganligida. Bu uning tay ildizlari va tay raqs harakatlariga ishora qildi. Bu moda va xoreografiyaning juda go'zal she'riy uyg'unligi va bu juda Lisaga xos. Bu uni yanada o'ziga xos qiladi, chunki ba'zi qizlar shunchaki san'at asarini kiyish uchun kiyishadi, to'g'rimi? Lekin bunda eng tub mohiyatda bu aynan o'zini his qildiradi. Uning vatani Tailandga bo'lgan muhabbatini shu qadar bilinib turadiki, bu hammasini mukammal qiladi. Bu juda zo'r. Erta uchun men hayajondaman, chunki mening qo'shimcha qo'llarim juda og'ir. U 1,8 kilo edi, lekin menimcha unday emas. Menimcha bundan ham og'irroq. Lekin konsepsiya kostyum san'at haqida, shuning uchun qizil gilamda o'zini san'at asaridek ko'rsatish juda yoqimli. Hammasini ko'rish uchun juda hayajondaman, chunki bu mening ikkinchi metim. Men esa maksimalistman, ya'ni menga ko'proq narsalar yoqadi. Hammasi xuddi xazina qutisidek tuyulishini yaxshi ko'raman, lekin Lisada biz buni biroz nozikroq qildik. Albatta, ikkovimiz ham yaxshi ko'radigan katta safir marjon bor edi, lekin uning ko'p bo'lsa yanada yaxshi kayfiyati qo'llar qismida. Menimcha uning o'zida biz buni biroz soddaroq qoldirdik, chunki asosiy urg'u obraz va uning go'zalligida. Ammo qo'shimcha qo'llar qismida esa Bulgariya taqinchoqlari iloji boricha ko'proq taqish kerak degan ma'no bor va bu hammasini yanada o'ziga xos ikonikalik qildi. Tayyormi? Og'ir, shuning uchun bilasiz, ozgina ko'proq joziba qo'shyapmiz. Ha. Menda ajoyib shisha ustasi bor. Men muzga o'xshaydigan sumka qilishni xohladim. Men Missourida juda kichik shaharchada ulg'ayganman. Shuning uchun qish kelganida uyimizda muzlar osilib tushardi va bu juda ajoyib ko'rinardi. Shunga o'xshagan narsalar allaqachon mukammal kutyur obraziga qo'shilgan kichkina giloschchalarga o'xshaydi. Ertangi kun uchun bilmayman, hayajonli narsa ikki qo'l bilanmi? Bilmayman, shunchaki qizil gilam. Men shundan ham hammasi yaxshi chiqishini xohlayman. Rostini aytsam, biroz qo'rqyapman. Ertaga qoqilib ketishni istamayman. Ikkala tomonini ushlaylik. Keyin sen bilan bir necha qadam orqaga yur, xo'pmi? Ha, ketdik. Ha, shunchaki yurib ko'r va o'zingni qanday his qilayotganligingni bil. Voy Xudoyim, hozir mashq qilyapman. Mayli, fataga yana taqaylik. Hammasi yaxshi ketyapti, zo'r bo'ladi. Balki menga boshqa tufli kerakdir. Agar shunday bo'lsa, ehtimol uni biroz kaltaroq qilish kerakdir, chunki bu poshnalar muvozanatni saqlashimga yordam beradi. Shularmi? Yo'q, ingichka poshnalilar emas. Menga qalinrog'i kerak. Agar yuqori qismi bilan o'zingni yaxshi his qilayotgan bo'lsang, unda qo'llarni yechib olaylik. Men poshna haqida o'ylayapman va boshqa variantlarni ham olib kelamiz. Shunga e'tibor faqat bunga qaratilib qolmaydi. Ko'ylak ajoyib, lekin hali mukammallashtirishimiz kerak ekan. Kichik detallar bor. Yaxshiyamki ertaga buni hamma hal qilish uchun bir necha soatimiz bor. Menimcha yagona muammo. Keyin agar bu oq to'r matodan yana biroz qatlam qo'shsak, mana bu joyga biroz yig'ib tikamiz. Shunda chok sal yashirinadi. Bu qismini olib tashlaymiz. Qo'llar va tirsak qismiga ozgina qo'shamiz va qo'llarni biroz yuqoriroqqa ko'tarishga harakat qilamiz. Shunday qilishimiz kerak. Men taxminan 10 santimetrcha qilardim, balki bir narsadan xavotirdaman. Stilist va kreativ inson uchun o'z artisti bilan qizil gilamda birga bo'la olmaslik har doim juda qiyin. Chunki boshqa barcha qizil gilamlarda hammasi joyida ekaniga ishonch hosil qilish uchun o'zim aralashaman.
lekin Meta buni qilib bo'lmaydi. Men urinib ko'rganman va hatto gap eshitganman. Shuning uchun bu yil umidim biroz juda kelishilgan erkak yordamchilarimizga bog'layapman. Men ularga qo'llarni va Fatani qanday yechishga kerakligini ko'rsatilgan video tayyorladim. Yana ovozli xabar ham yubordim. Fatani uning yuziga va sochiga tekkizmay, chiroyli tarzda qanday yechish kerakligini batafsil tushuntirdim. Hammasi xuddi maxsus xoreografiya qilingandek ko'rinishni xohlayman. Bu har doim noto'g'ri qilinishi mumkin bo'lgan narsalardan biri. Ular gilamda bo'lishsa va men ularga yetib bora olsam, doim qila oladigan biror narsam bo'ladi. Hatto bu shunchaki ruhlantirish bo'lsa ham. Masalan, artistni ushlab, "Sen ajoyib ko'rinyapsan, biz buni uddaladik" deb aytish. Bu men qiladigan eng oxirgi narsa bo'lardi. Shu lahzani birga zavqlantirib yashayotganimizga ishonch hosil qilish uchun. Aha. Xo'sh do'stlar, menga omad tilang. Rahmat, ko'rishguncha. Barchaga e'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Keyingi video qaysi saytga chiqishini istaysiz kommentariyada belgilab keting.